Hammaga salom. Xullas, shu desanglar mana shunaqa kожаный plash ipida qilingan, mana shunaqangi yemay qolgan ukladkam bilan sizlarga Garri Potterdagi Hagridni eslatayotgan bo'lishi mumkin. Latviy estetikniy Pinterest qilgan makiyajim bilan bijuteriya do'konimdagi ziraklar va aksessuarlarni obzor qilamiz. Seryoshkalar yaxshiroq ko'rinish uchun va o'xshamagan makiyajim yaxshiroq bilinish uchun shatmon quloqlarimni chiqarib olamiz. Sizlarga estetikniy upakovkasi tayyor, paketlari, korobkalari bor. Chunki faqat klientlarga. Birinchi bo'lib mana uzuldan boshlaymiz. Suvdan so'laman. Klientim ko'paytiryapsizmi? Meduza. Короче, yulduz. Keyingisi bizda mana shunaqangi uzuvchi. Bosh bilan oy birgalikda ekan. Mana bunaqa uzugimiz bor ekan. Asalligini qaranglar. Asalligini qaranglar. 35 ming 40 ming. Keyingisi bizda bir-biridan asal ziraylar. Keyin hamisidan boshlaymiz. Bosh bo'lsin, oy bo'lsin, O'zbekiston boy bo'lsin. Asalligini qaranglar buni. Yondiradi, kuydiradi, sanamgina. Shundan emasam. Taqib ko'rsating. No, taqib ko'rsatingmi? Hozir bor bitta itti obzor emas, obzorni itti obzor. Tilim jingayib qoldi. Obzor itti bo'lib tutarman. Sochinglarni oldinga yosib, yaxshi ko'rinib turadi. Ko'rinib turadi, degan seryoshkalardan ekan. Yo, obrazim точно нежный bo'lmasa ham, o'sha нежный qizman. Bizda mana shunaqangi ikkita elegantniy seryoshkalar. Harika bir şey. İltimos, remontlarni to'xtatib turinglar, video oling, biznesim to'xtab qolyapti. Endi boshlandi. Endi bizda mana shunaqangi Static gold bo'ldim. Чисто. Вот это дофаминный комплект, прям макияжем bilan asalcha turdi bor. Sipachkasi вообще asal, uzukchasi вообще. Shunaqa asal zakolkachalarimiz. Qaranglar, mana bunaqa asal rozовый цветdagi katxolda bor. Kristian Dior. Что они часы? Ko'chishga sabrim chidamaydi bor. Смотрите. Hurmatli klientim, menga obuna bo'lishni unutmang.